Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi ro'yxat degan gaplar. 15 sentyabrga qadar pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan pullar kimga qancha to'lanishi, kim xavotir olishi kerak, kim esa tinch bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga nafaqa yoki pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan oilalarga bevosita tegishli. Chunki ko'p odamlar aynan shunday paytda o'z haqini bilmagani uchun pulini vaqtida ola olmaydi. Ba'zilar esa yolg'on xabarlarga ishonib, firibgarlarga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda qadam-baqadam tushuntiraman. Ro'yxat deganda nima nazarda tutiladi? 15 sentyabrgacha qanday to'lovlar bo'lishi mumkin? Qaysi holatda pensionerning puli kechikadi? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Va eng muhimi, o'z pulingizni tekshirish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar bir kun kech eshitilsa ham odamga zarar bo'lishi mumkin. Avvalo, bir narsani aniq qilib olaylik. Pensionerlarga beriladigan har qanday pul qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki qayta hisob-kitob faqat rasmiy asos bo'lganda to'lanadi. Ya'ni hamma pensionerlarga bir xil summa beriladi. Telefon raqamingizni yozsangiz pul tushadi. Pasport rasmini yuborsangiz ro'yxatga kiritamiz degan gaplarga ishonish mumkin emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda yangi ro'yxat chiqdi 25 sentyabrgacha. Falon summa tarqatiladi. Kech qolganlar pul olmaydi degan xabarlar ko'payadi. Bunday xabarlarning hammasi ham rasmiy bo'lavermaydi. Ilgari pensionerlarning ko'pchiligi pensiyasini pochta orqali yoki bank kartasi orqali olardi. To'lov sanalari hududga, bank tizimiga, pochta jadvaliga qarab farq qilardi. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir 20 sanasiga yaqin oladi. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, masalan, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilgan bo'lsa yoki nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, unda qo'shimcha summa keyingi to'lov davrida qo'shib berilishi mumkin edi. Lekin odamlar buni ko'pincha alohida yordam puli chiqibdi deb tushunib qoladi. Hozir esa nima o'zgardi? Birinchidan, pensiya va nafaqa tizimida ma'lumotlar to'g'ri elektron shaklda tekshirilmoqda. Ya'ni pensionerning yashash manzili, bank kartasi, shaxsiy ma'lumotlari, pensiya turi, ish staji, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar bazalarida solishtiriladi. Ikkinchidan, ayrim holatlarda pensionerning to'lovi vaqtincha ushlanib qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Uchinchidan, ayrim pensionerlarga haqiqatan ham qo'shimcha pul hisoblanishi mumkin. Lekin bu hamma uchun emas, faqat qonuniy asos bo'lgan holatlar uchun. Shuning uchun 15 sentyabrgacha pensionerlarga pul berilishi kerak degan jumlani eshitganingizda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu qaysi to'lov? Oddiy oylik pensiyami? Qayta hisob-kitobdan chiqqan farqmi? Ijtimoiy yordammi, kompensatsiyami? Bayram yoki maxsus qaror asosidagi bir martalik to'lovmi? Agar to'lovning turi aniq aytilmasa, summa manbasi ko'rsatilmasa, rasmiy qaror raqami yoki pensiya jamg'armasi, mahalla, hokimlik, bank kabi mas'ul tashkilot nomi aniq bo'lmasa, demak bu xabarni tekshirmasdan ishonish xavfli. Endi men sizga kimlar albatta tekshirishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasi oldingi oylarga nisbatan kam tushgan pensionerlar. Masalan, odatda har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladigan inson sentyabr oyida 900 ming so'm olgan bo'lsa, mayli, keyin qo'shib berishar deb kutib o'tirmaslik kerak. Bankdan tushum tarixini olib ko'rish, pochta orqali olsa, to'lov varaqasini so'rash, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish zarur. Ikkinchi guruh, yaqinda hujjat topshirgan pensionerlar. Masalan, ayol kishi 75 yoshga to'lib pensiyaga chiqqan, lekin ish stajining bir qismidan kech topilgan bo'lishi mumkin. U dastlabki hisobda 900 ming so'm olgan. Keyin arxiv ma'lumotlari kelgach, pensiyasi 1 million 2 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlangan. Ana shunday holatda oldingi oylar uchun farq hisoblanishi mumkin. Misol uchun, 3 oy davomida har oy 200 ming so'mdan kam olgan bo'lsa, unga 600 ming so'm qo'shimcha to'lanishi ehtimoli bor. Bu hamma pensionerlarga tarqatilgan pul emas, bu aniq insonning hujjatlari bo'yicha hisoblangan farq. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan fuqarolar. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilangan bo'lsa, guruh o'zgargan bo'lsa yoki muddatli nogironlik tasdiqlanishi kechikkan bo'lsa, to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin.
Masalan, fuqaroning nogironlik muddati avgust oyida tugagan, u qayta ko'rikdan sentyabrda o'tgan. Shu oralikda to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Keyin hujjat tasdiqlansa, tegishli davr uchun pul qayta berilishi mumkin. Lekin buning uchun komissiya xulosasi va ma'lumotlar tizimga to'g'ri tushgan bo'lishi kerak. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda ham yosh o'qish holati, oila tarkibi, hujjatlarning amal qilish muddati muhim. Masalan, 18 yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma taqdim etilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham qayta hisob qilinadi. 5-guruh bank kartasini almashtirgan yoki muddati tugagan pensionerlar. Juda oddiy ko'rinadigan masala, lekin amalda ko'p muammo shu yerdan chiqadi. Pensionerning kartasi avgust oxirida tugagan, yangi karta ochilgan. Lekin pensiya tizimida eski karta ma'lumoti qolgan. Pul jo'natiladi, lekin qaytib ketadi yoki hisobga tushmaydi. Odam esa meni ro'yxatdan chiqarib yuborishibdi deb xavotir oladi. Aslida muammo karta rekvizitlarida bo'ladi. Bunday holatda bankdan hisob raqam ma'lumotini olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga yetkazish kerak. Endi kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni har oy odatdagi miqdorda olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari muddatli bo'lmasa, unda shunchaki ijtimoiy tarmoqdagi yangi ro'yxat xabardan vahimaga tushish shart emas. Siz faqat rasmiy manbalardan tekshirib qo'ysangiz yetarli. Masalan, 18 yoshli otaxon har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Avgustda ham olgan, sentyabrda ham kartasiga odatdagi summa tushgan. Hech qanday qo'shimcha ariza bermagan, ish staji bo'yicha yangi hujjat topmagan, nogironlik bo'yicha o'zgarish yo'q. Bunday holatda menga yana alohida 700.000 so'm berilishi kerak ekan deb notanish odamga pasport ma'lumotini yuborish mutlaqo noto'g'ri. Chunki qo'shimcha to'lov uchun alohida asos bo'lishi kerak. Yana bir misol. Onaxon pochta orqali pensiya oladi. Pochta xodimi odatda 10 sana atrofida olib keladi, lekin bu safar 12 sana bo'ldi. U darrov 15 sentyabrgacha berilmasa, pulim kuyadi deb o'ylamasligi kerak. Pochta jadvalida bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Lekin 15 sanadan keyin ham pul kelmasa yoki qo'shnilar olgan bo'lib, u olmagan bo'lsa, ana shunda aniqlashtirish kerak. Ko'pchilikni eng ko'p qiziqtiradigan savol: summa qancha bo'ladi? Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Pensiya yoki qo'shimcha to'lov summasi hamma uchun bir xil belgilanmaydi. Agar maxsus qarorda barcha falon toifadagi shaxslarga falon miqdorda deb aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, oddiy holatda summa fuqaroning pensiya turi, ish staji, o'rtacha ish haqi huquq paydo bo'lgan sana. Oldin to'langan miqdor va yangi hisoblangan miqdor o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Masalan, bir pensionerga yanvar oyidan boshlab pensiya 1 million so'm bo'lishi kerak edi. Lekin hujjat kech tasdiqlangani uchun u 900.000 so'mdan olgan. Agar bu holat 5 oy davom etgan bo'lsa, har oy 100.000 so'mdan farq chiqadi. Natijada 500.000 so'm qo'shimcha to'lanishi mumkin. Boshqa pensiyalarda esa farq oyiga 31.000 so'm bo'lishi mumkin. U 4 oy uchun 120.000 so'm oladi. 3-odamda esa umuman farq chiqmasligi mumkin. Chunki uning pensiyasi avvaldan to'g'ri hisoblangan. Shu sababli internetda tarqalayotgan hamma 1 million so'm oladi. Har bir pensionerga takim 100.000 so'mdan beriladi. Ro'yxatda ismingiz bo'lsa, pul to'shadi degan gaplar juda ehtiyotkorlik bilan tekshirilishi kerak. Real hayotda to'lovlar shaxsiy ish hujjatlariga bog'liq bo'ladi. Pensionerning birgina tug'ilgan yili yoki pensiya olish yetarli asos emas. Pensiya tizimida har bir insonning alohida shaxsiy ishi bor. Hisob-kitob o'sha ish bo'yicha yuritiladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik joy ro'yxatga kirish uchun hech kim sizdan bank kartangizning kodini, SMS kodini, karta orqasidagi raqamlarni yoki mobil ilova parolni so'ramasligi kerak. Rasmiy tashkilot pensiya tayinlash yoki tekshirish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, bank hisob raqami kabi hujjatlarni so'rashi mumkin, lekin kartadagi pulni yechishga imkon beradigan maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar kimdir 15 sentyabrgacha pul tushishi uchun SMS kodini ayting desa, bu firibgarlik belgisi.
Ikkinchi nozik joy. Yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Masalan, pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya ishini yangi manzilga o'tkazish masalasi oxirigacha rasmiylashtirilmagan. Bunday paytda to'lov kechikishi yoki eski hududda qolib ketishi mumkin. Ayniqsa doimiy ro'yxat vaqtincha yashash joyi va amaldagi yashash manzili bir-biridan farq qilsa, tizimda aniqlashtirish talab qilinadi. Uchinchi nozik joy. Vafot etgan pensionerning oila a'zolari. Ba'zan oila pensioner vafot etgandan keyin ham oxirgi oy pensiyasi tushishi kerak edi deb so'raydi. Bu masalada alohida tartiblar bor. Vafot etgunga qadar hisoblangan, lekin olinmagan pensiya summasi merosxo'rlar yoki oila a'zolari tomonidan qonuniy tartibda olinishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Lekin bu avtomatik tarzda istalgan odamning kartasiga tushmaydi. Buning uchun o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va tegishli ariza talab qilinishi mumkin. 4-nozik joy. Pensiya oluvchi chet elga chiqqan bo'lsa, uzoq muddat chet elda bo'lish, doimiy yashash uchun ketish, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar o'zgarishi to'lov tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun chet elga ketgan yoki yaqinda qaytgan pensionerlar o'z ishini albatta tekshirtirish kerak. Men kartamni qarindoshimga qoldirganman. O'zi yechib oladi degan yondashuv keyinchalik muammo keltirib chiqarishi mumkin. Chunki pensiya shaxsning o'ziga tayinlangan to'lovdir. 5-nozik joy, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar pensiyasidan aliment, sud qarori, kredit bo'yicha ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkinligini unutadi. Masalan, pensioner 1.400.000 so'm pensiya hisoblanganini biladi. Lekin kartasiga 1.100.000 so'm tushadi. U 300.000 so'mimni bermadi deb o'ylaydi. Aslida ijro hujjati bo'yicha ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan va majburiy ijro byurosidan ma'lumot olish kerak. 6-nozik joy. Ismi sharifdagi xatolar. Pasport almashtirilganda, familiya o'zgarganda tug'ilgan sana yoki otasining ismi bo'yicha tizimlarda farq bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida familiya eski yozuvda, pasportda yangi yozuvda, arxiv ma'lumotida esa bitta harf boshqacha yozilgan. Bunday paytda hujjatlarni solishtirish va zarur bo'lsa, tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyda pensioner yaqinlaringiz bo'lsa, mana bu qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik tushumlarni tekshiring. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan hisob ko'chirmasini oling. Qaysi sanada qancha pul tushganini ko'ring. Agar pochta orqali olsa, pochta bo'limidan yoki yetkazib beruvchi xodimdan to'lov qaydini aniqlang. Bu juda muhim. Chunki og'zaki kam tushdi shekilli degan gap bilan murojaat qilish qiyin. Aniq sana va aniq summa bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. Ikkinchi qadam, odatdagi pensiya miqdoringizni yozib qo'ying. Masalan, men odatda 1.250.000 so'm olaman. Sentyabrda 1.250.000 tushdi. Yoki avgustda 1.250.000, sentyabrda 930.000 tushdi. Shunday qilib farqini ko'rasiz. Agar farq bo'lsa, uning sababini so'rash mumkin. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat ham har bir odamga kerak emas. Lekin o'z holatingizga tegishlilarni tayyorlab qo'yish murojaatni osonlashtiradi. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda juda aniq yozing. Mening pensiya to'lovim bo'yicha sentyabr oyida tushgan summa oldingi oyga nisbatan kamaygan. Sababini aniqlab berishingizni, agar qayta hisob-kitob yoki to'lanmagan farq mavjud bo'lsa, yozma tartibda ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar siz qo'shimcha farq talab qilayotgan bo'lsangiz, shunday yozing. Mehnat stajim bo'yicha taqdim etilgan yangi hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab, oldingi davr uchun to'lanishi lozim bo'lgan farq summasini aniqlab berishingizni so'rayman. 5-qadam, arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Faqat og'zaki so'rab qaytib ketmang. Og'zaki javob ko'pincha keyin isbot bo'lmaydi. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi, raqami yoki tasdiqlovchi belgisi bo'lishi kerak. Elektron murojaat yuborsangiz ham murojaat raqamini saqlab qo'ying.
keyin javobga chiqsa, aynan shu raqam orqali talab qilish mumkin. 6-qadam, agar bank kartasi bilan muammo bo'lsa, avval bankdan ma'lumot oling. Kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Pul qaytganmi? Ushlab qolish bo'lganmi? Shularni aniqlang. Ba'zan pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'ladi. Muammo bank hisobida bo'ladi. Ba'zan esa bankda hamma narsa joyida. Lekin pensiya bazasida eski rekvizit qolgan bo'ladi. Ikkala tomonni ham tekshirmasdan xulosa chiqarish noto'g'ri. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamini yuborishning o'zi ham ehtiyotkorlikda talab qiladi. Lekin karta kodi, amal qilish muddati, CVV raqam, mobil bank paroli mutlaqo berilmaydi. Ro'yxatga kiritib beraman, tezlashtirib beraman. Pulni chiqarib beraman deb oldindan haq so'rayotgan odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar rasmiy tartibda amalga oshadi. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat portaliga yozing. Javobda aniq sabab ko'rsatilishi kerak. Nima uchun to'lanmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr hisobga olinmadi? Qaysi qonuniy asosga tayanildi? Agar sizga tegishli emas deb umumiy javob berishsa, siz batafsil izoh so'rashga haqlisiz. Birinchi vaziyat. 62 yoshli ayol 2024 yilning may oyida pensiyaga chiqdi. Dastlab unga 9,4 ming so'm pensiya belgilandi. Keyin sobiq korxonasidan arxiv ma'lumoti topildi va 6 yillik ish staji qo'shildi. Qayta hisobdan keyin pensiya 20 million 1 ming so'm bo'ldi. Demak, har oy 200 ming so'm farq bor. Agar bu farq 4 oyga tegishli bo'lsa, ayol katta so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu uning hujjati asosidagi pul, umumiy tarqatma emas. Ikkinchi vaziyat. 7 yoshli otaxon har oy 20 million 6 ming so'm oladi. Sentyabrda 20 million 6 ming so'm to'lab tushdi. U internetda 25 sentyabrgacha barcha pensionerlarga 500 ming beriladi degan xabarni ko'rdi. U pensiya bo'limiga borganda unga hech qanday qo'shimcha hisob yo'qligi aytildi. Bu normal holat. Chunki otaning pensiya to'g'ri hisoblangan. Yangi qaror yoki shaxsiy hujjat bo'yicha farq yo'q. 3-vaziyat. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaroning komissiya muddati tugagan. Lekin qayta ko'rik hujjati tizimga kech tushgan. Shu sababli to'lov 1 oy kechikkan. Keyin hujjat tasdiqlangach, o'tgan oy uchun pul qo'shib berilgan. Bu yerda muammo ro'yxatda yo'qligi emas. Hujjatning amal qilish muddati va tizimga kiritilishida bo'lgan. 4-vaziyat. Pensioner bank kartasini almashtirdi, lekin yangi rekvizitni bermadi. Pensiya eski kartaga yuborildi va operatsiya bajarilmadi. Pensioner menga pul berishmadi deb o'yladi. Bankdan ma'lumot olib, yangi hisob raqamini pensiya bo'limiga bergandan keyin to'lov qayta yo'naltirildi. Shuning uchun karta masalasi kichik ko'rinsa ham juda muhim. Men sizlarga bugun shuni aniq aytmoqchiman. 25 sentyabrgacha pensionerlarga tegishli bo'lgan pullar, agar ular qonuniy hisoblangan bo'lsa, albatta aniqlashtirilishi va talab qilinishi kerak. Lekin har bir xabarni ham menga ham pul chiqibdi deb qabul qilish mumkin emas. Asosiy mezon bitta rasmiy manba, aniq to'lov turi, aniq hujjat, aniq hisob kitob. Agar pensiyangiz kechiksa, kamayib tushsa, qayta hisob bo'yicha farq bor deb o'ylasangiz yoki hujjatingizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Tushumlarni tekshiring, hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Bank rekvizitlarini aniqlang. Agar hammasi joyida bo'lsa, vahimaga tushmang va firibgarlarga ma'lumot bermang. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Kam tushganmi? Yoki qayta hisobdan keyin qo'shimcha pul olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda zarur.